Bu ayol aqlli reja o'ylab topdi va shu bilan erini pushaymon bo'lib, yana unga oshiq bo'lib qaytib kelishiga sabab bo'ldi. U eridan ajrashgandan keyin uni qaytarib olish uchun aqlli reja ustida ishlay boshladi. U uydan chiqishni rad etdi, idda muddati tugamaguncha ketmasligini aytdi. Har kuni u chiroyli kiyinib, uyda atir tutatib, erining yoliga o'tirardi va 5 kundan so'ng eri chidab turolmay, uni yana xohlab qaytib keldi. Keyin uning va akasining o'rtasida janjal chiqdi va u oilaviy aloqalarni saqlashga qat'iy turdi, lekin eri rozi bo'lmadi va 10 kun davomida uning yotog'idan chetlashdi. Shunga qaramay, u jimjitlikda unga xizmat qilishda va o'zini unga chiroyli ko'rsatishda davom etdi. Uni xotirjamlik va sabr bilan muomala qildi, to o'zi qaytib kelib, akasi bilan yarashganini va xotini hamda uning aqliga qoyil qolganini e'lon qilguncha. Donolikli ayol o'z uyini sabr va aql bilan tuzatadi, qaysarlik va qarshilik bilan emas. Allohning buyruqlariga amal qilish mojarolarni abadiy muhabbat va baxtga aylantiradi.